Otaxon, ming bor uzr. Biz boya o'tib ketganimizda ham shu yerda o'tirgandingiz. Shunga xotin xavotir olib, bu kimni kutib turibdimi yoki yo'lidan adashdimikan deb sizdan so'ramoqchi edik. Ha, yo'q. O'g'limni kutib turibman. Hozir kelaman deb ketdi, negadir xayolab qoldi. Shuni birodar, shuni o'qing, nima yozgan dedi. Shuni ham qoldirib ketuvdi-da qo'limga. Xo'sh, birodar nima ekan? Otaxon, bu sizni o'g'lingiz meni o'rtog'im ekan. Voy, buni qara. O'rtog'im shunday debdi hatto. Xo'sh, o'rtoq, nima dadamni uyingga olib borib tur. Meni ishlarim chiqib qoldi. Kechroq kelaman, ulgura olmayman. Ertaning dadamni senikidan olib ketaman deb yozgan ekan. Ha, bolam tushmagan. Mayli, uzoqmi uylanasiz? Yo'q, otaxon, mana shu yerda turamiz. Ha, bo'pti. Demak, men zarrarini tegmaydimi? Yo'q. Biz bilan har kuni tursangiz ham, 100 kun tursangiz ham rozimiz. Rahmat. Ol, paketini ol. Qani yuring otaxon. Nuqur shunaqa hazil qiladi-ya men bilan. Mana bir joyga borgan bu. G'amga boshim egmam sira otam bo'lsa, yiqilmasman sinmam sira otam bo'lsa, duolari yoritadi yo'llarimni, tashvish nima bilmam sira otam bo'lsa.